Katta qizlar qolib, kichkina qizlar modniylashib ketyapti-ya. Betski bo'limimizga shunaqangi noodatiy uslubda dvoykalarimiz bizga kelgan. Bularni yubka deb o'ylamanglar, shunaqangi short qilib, yubkali variantda ishlangan. Narxlari atigi 115 ming so'm. Buni shunaqangi malina rangidan va oq ranglaridan bor. O'g'il bolachalar uchun ham shunaqangi chiroyli bo'lgan modniy stildagi zanjirli variantda dvoykalarimiz kelgan. Shortlarini ko'rishingiz mumkin, jinsi variantda bo'ladi. Buni shunaqangi seri rangidan va bunaqangi maloshning ranglaridan bor. Narxlari 75 ming so'm. Yana bir o'g'il bolalar uchun shunaqangi chiroyli bo'lgan dvoykali rubashkalarimizdan ham kelgan. Narxlari atigi 115 ming so'm bo'ladi. 3 xil rasvetkada. Qo'limdagi shunaqangi yashil rangidan, oq rangidan va bunaqangi chiroyli pushti ranglaridan bor. Qo'qqonimizda chiroyli qizchalar uchun shunaqa troykalarimizdan ham olib qo'yganmiz. Yubkachasini qarang, buni shunaqangi shiringina ekan. O'zining rubashkasi va ichida maykasi bo'ladi. Ko'rinishlari ham juda ham stilli, chiroyli variantda. Buni shunaqa pushti rangidan va bunaqangi sariq ranglaridan bor. Narxlarini atigi 155 ming so'mga olib ketasizlar. Kundalikka kiyish uchun esa shunaqangi chiroyli futbolka yubkalarimizdan ham kelgan, juda ham chiroyli variantda ishlangan. Qaranglar, buni ko'zlarini o'ziga yarashib turadi. Hello Kitty variantda 115 ming so'mga olib ketasizlar. Oq rangidan va bardoviy ranglaridan bor. O'sha chiroyli modniy dvoykalarimiz bizga kelgan. Ko'rishingiz mumkin, shunaqangi fioletviy rangidan, mentol rangidan va chiroyli limon ranglaridan bo'ladi. Narxlari 135 ming so'mga olib ketasizlar. Emirhan bazarimizning hamma bo'limlariga har hafta yangiliklarimiz keladi. Barchangizni Emirhan bazar Qo'qon filialimda kutib qolamiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.